ana shu kunda inson amal daftarida bitta tasbih yoki tahmid yoki takbir yoki tahlil, ya'ni subhanalloh, alhamdulillah, allohu akbar, la ilaha illalloh degan savob amallarni bo'lishini orzu qilib qoladi odam. Shunaqa kun keladi baribir odamga. Mana shu kunda attang qilmasligi uchun odam hozir harakat qilish kerak. Ibn Umar radhiyallohu anhu aytganlarki, agar kechki paytga yetsang, tong otishini kutma, ya'ni hozir tur o'rningdan, bajarib qol ana shu amalni. Ertangi qilaman dema, chunki erta hali kelmasligi mumkin. Agar ertalabga yetgan bo'lsang, kechki payt qilaman dema, kutma. Hozir tur o'rningdan, hozir qil, hozir bajar. Keyingi yili qilaman, keyin qilaman, keyingi oyga qilaman, pensiya chiqsam qilaman, hajga borib kelsam qilaman, to'yni o'tkazib olsam qilaman, falon ishimni bitirib olsam qilaman, yoshim katta bo'lganda qilaman deb nimalargadir bog'lama amalni. O'lib qolishing mumkin. O'lib qolsang nima bo'ladi? Tavba qilishga imkon bo'lmay qolishi mumkin. Boshingni sajdaga tegiza olmay Allohga yo'liqib qolishi mumkin. Uxlab turib ko'zingni ochmasliging mumkin. Qancha odamlar bor, kiygan ko'ylagini tugmalarini o'lik yuvadigan g'assol yechib qo'yadi. Qancha odamlar ahli oilasi bilan xayrlashib chiqib ketadi, qiyomatda ko'rishadi keyin. Ovqat tayyorlab turinglar, men hozir kelaman deydi. Ovqat yemasdan o'lib qolishi mumkin. Yoki bir avariya bo'lib ketadi, boshqa bo'ladi, to'satdan o'lim kelib qolishi mumkin odamga. Kasal bo'lib qolishi mumkin masalan. Ya'ni odam sog'lik paytda, imkoniyat bor paytda hali kasal bo'lib qoladigan kunlari kelishi mumkin oldinda. Mana shu kunlar uchun zaxira qilib hozir qilib qolish kerak. Hayotida qilib qolish kerakki, o'lib qolishdan oldin.